هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 94. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Maide suresi 94. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'd, euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Körmey durup Allah'tan korkuduğanlarını biliş için kolunla ve neyzanla bilen uğlanıdığan bir az o bilen Allah sizlerini çokum sınaydı. Kimi ki bunundan keyin haddiden aşsa, yani ihramda turup oğlasa, o qiynıgıcı azapqa duçar boludu. Ey müminler! Sizler oğlagan hayvanlarını ihramda yoki haramda turup öldürmenglar. Sizlerden kimi ki onu kasten öldürürdiken, işinin vabalını tetişi için onun cezası iki adil kişinin bahalışı boyunca helik öldürgen oğu okşaş öy hayvanlarından birini Kabe'ye ilip verip kurbanlık kılıştır. Ya ki kefaret beriş yüzünden miskinlerge aş beriştir. Ya ki her miskinge berdiğan aşının baravariga bir gün roz tutuştur. Ötkenki günahını, yani bu ayet düştün burun ihramda turup o öldürgen bolsanlar, bunu Allah apo kıldı. Kimi ki kaydı günah ötküzse, yani kaydıdan o öldürse, Allah onu cezalaydı. Allah galiptir, asilik kılgıçılarını cezalagıçıdır. Haremde ve ihram altıda o olaşının haramlık doğrusuda. Ey müminler! Körmey durup Allah'tan korkuduğanlarını biliş için kolunla ve neyzanla bilen oğlanıdığan bir az o bilen Allah sizlerini çokum sınaydı. Bu ayet hakkında Vabil İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Ayetteki oğdun aciz ve küçük oğla köz tutuldu. O hayvanları şunçilik küçük ve aciz ki kişiler halsa hatta ulanı kollar bilen tutalaydı. Allah Teala bendelerini şundak sınagan ve o hayvanları yakın geliştin toskan. Mücahit kolunla bilen oğlanıdığan digen ayet onun küçüklikini ve başkalarını ve neyzanla bilen oğlanıdığan digen ayet çoğunlarını gösterdi deydi. Muqatil. Bu ayet Hudeybe ömrüsü vaxtida tushgan bulup, şu çağda ömrüge kelgüçilerinin çıkken çidirlerine yavay hayvanlar, uçar kuşlar ve oğlanıdığan hayvanlar kirib olattı. Kişiler burun bundaq ahvallarını uçuratmaydı. Allah Teala ulanı ihram aldıda o olap öldürüştün toskan. Allah Teala ulanı o bilen sınaydı. O hayvanları ulanın çıdırları kirdi. Ula aşkare ve yoşurun alette onu kolları yaki nezliler bilen tutaydısı tutalaydı.
Bu faqat ular bo'lgan Allah Taalaga oshkora va yoshirin holda bo'ysunadiganligini yoki bo'ysunmaydiganligini isbotlaydigan bir sinoqdir. Bu vaqtda Alloh Taala mundaq deydi: Rabbidan ko'may turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Kimiki buningdan keyin haddidan oshsa, ya'ni ihromda turib olsa, bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalar kimiki bu uqtirishdan va ogohlantirishdan keyin haddidan eshib ihromda turib olsa, u Alloh Taolaning ogohlantirishiga va cheklamasiga qarshi chiqqanligi uchun u qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar o'g'lagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Alloh Taala bu oyatda ihrom ichida turib uy hayvonlarini o'g'lash va o'ltirishni to'sdi. Ihrom holatida yoki haramda o'ltirish cheklangan hayvonlarning ichidan tövendeki hadisda bayon qilingan hayvonlarni o'ltirishga bo'ladi. İmam Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qog'a, sa, chayon, chashqon va g'oljir itdan iborat. Bu 5 turlik ziyonli hayvon mayli haramning ichida yoki boshqa joyda bo'lsin, uchragan hamonlar o'ldiriladi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qog'a, sa, chashqon, chayon va g'oljir itga o'xshash 5 turlik hayvonni ihromdagi odam o'ltirsa gunoh bo'lmaydi. Ayyub Nafi'dan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning yuqoriqidek deganligini rivoyat qiladi. Hamda Ayyub o'zining Nafi'dan "Yilonchu" deb so'raganda Nafi onunga "Yilonni o'ltirib etishda shak yo'q, ham ixtilofmi yo'q" deb javob berganligini bayon qiladi. Bo'ri, yilpiz, yo'lvos va shuningga o'xshagan yirtqich hayvonlarni g'oljir itga o'xshashla o'ltirishga bo'ladigan hayvonlarning qatoriga kirdi. Abu Said mundaq deydi: Kishilar payg'ambar alayhisalomdan ihrom bog'lagan kishi qanday hayvonlarni o'ltirsa bo'ladi deb so'raganda payg'ambar alayhisalom yilon, chayon, chashqon, sa va yirtqich hayvonlar o'ltirilsa bo'ladi. Qog'a o'ltirilmasdan etib yarlandırıldı yoki qochirib etildi dedi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Haramda yoki ihromdagi holatida o'g'lig'iga beriladigan jazo to'g'risida. Sizlardan kimiki uni qasddan o'ltiradigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi 2 odil kishining baholashi bo'yicha heyliqi o'ltirilgan o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga elib berib qurbonlik qilishdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi: Oyatdagi qasddan degan so'zdan qasddan o'g'lagan va o'g'lig'ichi o'zining ihromdagi holatini unutib qolganlik ko'z tutildi. Ammo o'zining ihromdagi holatida ekanligini unutib qolmagan holatda qasddan o'g'lisa, o'g'lig'ichining gunohi to'lam bilan yo'g'ilib bo'lmagadek darajada ig'ir bo'lib, ihromi bekor bo'lib ketadi deydi. Bu bir yot so'z bo'lib, ko'p sondagi olimlarning ko'z qarashicha qasddan o'g'lash yoki savanlik bilan o'g'lashga to'lanadigan to'lam jazosi farqsizdir. İmam Zuhri mundaq deydi: Qur'oni Karim qasddan o'g'laganni ko'zitib keldi. Lekin payg'ambar alayhisalomning sunnatida bu jazo savanlik bilan o'g'lig'ichig'imi ijro qilindi.
Shundaq bo'lishi Alloh taolaning ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihramda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimiki uni qasddan o'ltirdigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ikki odil kishining baholashi bo'yicha heyliqi o'ltirilgan o'g'a o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga elib berib qurbonlik qilishdir yoki kafarat berish yuzasidan miskinlarga osh berishdir yoki har miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ihromda turib ov o'ltirgan bo'lsanglar, buni Alloh afv qildi. Kimiki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan ov o'ltirsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir, osiylik qilguvchilarni jazolag'ichidir degan oyati qasddan o'g'lig'iga to'lam keladiganligini va gunohkor bo'ladiganligini bayon qilganligi uchundir. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar qasddan o'g'lig'iga Qur'oni Karim bayon qilib kelgan to'lamning o'zini savanlik bilan o'g'lig'iga to'lashga hukm qildi. Savanlik bilan o'g'ligan kishi qasddan o'g'ligan kishi to'laydigan to'lamning o'zini to'lashning yana bir sababi o'g'lash bo'lsa bir narsani buzib etganlik hisoblanadi. Bir narsa buzib etkichi mayli qasddan yoki savanlik bilan buzib etsin, o'xshashli to'lam to'laydi. Biroq qasddan qilg'uchi gunohkor bo'ladi. Savanlik bilan qilib solg'uchi gunohkor bo'lmaydi. Ihrom holatida turib o'ltirilgan ovning to'limi uchun shu o'g'i o'xshab ketadigan hayvonlardan to'lash kerak. Bu ovlangan hayvon insonlar tarafidan beqiladigan hayvonga o'xshash bo'lgan bo'lsa, shundoq bo'ladi. Sahobalarmu ovlangan hayvonga o'xshash yoki o'xshab ketadigan hayvonni to'lashga hukm qilgan. Masalan, bir to'ga qushi uchun bir to'ga, bir yava kala uchun qo'taz, bir yava kala yoki qo'taz uchun bir kala, bir kiyik uchun bir o'chka to'lashga hukm qilgan. İmam Bayhaqi Ibn Abbasning navoda ovlangan ovning o'xshi bo'lmasa, shu ovning qimmatidagi pulni Makkaga elib berib sadaqa qilishga hukm qilganligini rivoyat qiladi. Ovning o'xshishini to'lashga, o'xshi bo'lmasa uning qimmatida pul to'lashga hukm chiqarganda musulmon va odil ikki kishi hukm chiqarish lozimdir. İmam İbn Jarir Abu Jarir Bajalining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ihromdagi chig'imda bir kiyikni ovlab saldim. Men Umar radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, bu ishni desam, u diniy qarindoshlaringdan ikki kishining qishig'i borgan. Bu haqda sana hukm qilib qo'ysin dedi. Men Abdurrahman bilan Said ikkisining qishig'i bordim. U ikkisi mening bir o'chga to'lishimga hukm qildi. Ibn Jarir Tariqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Arbat degan kishi ihrom oldida turib bir kiyikni dastlab qo'yib Umar radhiyallohu anhuning oldiga bu ishga hukm qilib qo'yishini talab qilib keldi. Umar radhiyallohu anhu Tariqqa bu ishni sen men bilan birga hukm qilgan deydi. Şunun bu ikkisi arbatqa sotdan ayrılgan bir sütün ayrılgan bir oğlaq töleşki hüküm kıldı. Andın Ömer radıyallahu anhu onun cezası 2
ikki adil kishining baholashi bo'yicha heliqi o'ldirilgan o'g'i o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga ilib berib qurbonlik qilishdir degan oyatni o'qidi. Oğlangan hayvanning o'rniga to'langan hayvon Kabe'ga ilib berilib, shu yerda bo'g'izlanib, go'shi haramning miskinlariga taqitib berildi. Yoki kaffarat berish yuzidan miskinlarga osh berishdir. Yoki har miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. Ya'ni ovlangan hayvonning to'limi uchun uning o'xshishi tepilmagan yoki ovlangan hayvon o'xshishi tepilmaydigan hayvon bo'lsa, to'lam uchun miskinlarga tamoq yegizidi yoki ro'za tutadi. Ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihramda yoki haramda turib o'ldirmanglar. Sizlardan kimiki uni qasddan o'ldirdikan, ishning vabolini tetish uchun uning jazosi ikki adil kishining baholashi bo'yicha heliqi o'ldirilgan o'g'i o'xshash uy hayvonlaridan birini Kabe'ga ilib berib qurbonlik qilishdir. Yoki kaffarat berish yuzidan miskinlarga osh berishdir. Yoki her miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ihromlik kishi o'lsa o'langan hayvonning qandoq hayvon ekanligiga qarab to'lam to'laydi. Agar u kiyik yoki shuningga o'xshaydigan hayvon bo'lsa, o'rniga Makkaga bir qo'y ilib berib bo'g'izlishi. Qo'y topolmasa, qo'y topolmasa 6 miskinga tamoq berishi. Uni qilolmasa 3 kun ro'za tutish kerak. Agar ovlangan hayvon qo'tazga o'xshash hayvon bo'lsa, uning to'limi uchun bir kala bo'g'izlishi. Kala topolmasa 20 miskinga tamoq berishi. Uni qilolmasa 20 kun ro'za tutish kerak. Ovlangan hayvon to'ga qushi yoki qulan yoki eshak tek hayvon bo'lsa, uning to'limi uchun bir to'ga bo'g'izlishi. Uni topolmasa 30 miskinga tamoq berishi. Uni qilolmasa 30 kun ro'za tutish kerak. Buni İbn Abu Hatem ve İbn Cerirlamu rivayet qilgan bo'lib, ba'zi rivoyatlarda miskinlarga to'yg'idek tamoq berildi deyilgan. Bunda qilish Alloh taolaning amriga xilof qilg'ichini qilgan gunohining jazosini tortish uchundir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ihromda turib o'ldirgan bo'lsanglar, buni Alloh afu qildi. Islom dini kelgandan keyin Alloh taolaning shariatiga agishib gunoh ishlarni tashlag'uvchilarning burunqi gunohlarini Alloh kechirib etdi. Kimiki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan o'ldirsa, Allah onu cezalaydı. Allah g'olibdir. Osiylik qilg'uvchilarni jazolag'uchidir. Ya'ni kimiki bu xil gunoh ishlarni islom shariati cheklagandan keyin bilib turib qilsa, Alloh taolo uningdan intiqom oladi. Alloh taolo g'olibdir va intiqom olg'uchidir. İbn Cerir mundaq deydi: Men Atodin Allah Teala'nın ötkenki günahni, yani bu ayet düştün burun ihramda durup o öldürgen bolsanla, yani o öldürgen bolsanla, bunu Allah afu kıldı diyen ayetinin manisi nimi diyen boludu dep sordum. Ata Allah Teala afu kılgan bu günahlardan İslam dini kelishdan burun qilib salgan gunohlar ko'z tutildi degan bo'ladi dedi. Men yana Alloh taolaning kimiki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan o'ldirsa, Alloh uni jazolaydi.
Allah g'olibdir, osiylik qilg'uvchilarni jazolag'uchidir degan oyatining ma'nosichu dedim. Ata kimiki musulmon bo'lgandan keyin yana ihromda turib o'lsa, Alloh taolo uningdan intiqom oladi va to'lam to'latadi degan bo'ladi dedi. Men qayta gunoh qilg'uchiga qarta muayyan bir jazo bormi deb so'radim. Ata, yo'q dedi. Men davlat boshlig'ining uni jazolash huquqi bormi desam, ata, yo'q, ihromda o'lash bir kishining o'zi bilan Alloh taolaning o'rtasidagi gunohdir. Shunga u kishi to'lam to'lasili bo'ladi dedi. Bu hadisni İbn Jarirmi rivoyat qilgan. Bu vaqtda İbn Jubayr va Ata qatorliqlar mundaq deydi. Alloh taolo u kishidan to'lam ilish orqali intiqom oladi. Salaf va xalaf olimlarining ko'p qismi ihrom holatidagi odam qachonla bo'lmasin, o'lsa to'lam to'lishi vojib bo'ladi. Uning birinchi, ikkinchi yoki uchinchi qitim bo'lishining hech qanday bir farqi yo'qdir. Shundaqla uning qasdan yoki savanlik bilan bo'lganining hech farqi yo'qdir deydi. Allah g'olibdir, osiylik qilg'uvchilarni jazolag'uchidir. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Jarir mundaq deydi. Alloh taolo o'z hukmronligida hech kimning cheklashiga uchramaydi. Birsidan intiqom elishdan uni hech kim to'solmaydi. Jazolamoqchi bo'lsa, jazolashdan uni hech kim to'siy olmaydi. Chunki barliq mavjudotlarning hammasi uning maxluqotidir. Jazo berish yoki mukofotlash uning haqqidir. Alloh taolo hech kim zo'rliq ishlatilmaydigan, hech kimning cheklamasiga uchramaydigan katta izzat egasidir. Osiylik qilg'uchining qilgan osiyligiga qarata jazo bergichidir. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Maide suresi tefsirinden 95. ayetçe anıldığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.